Hammaga salom, hammaga yaxshi kayfiyat do'stlar. Har doimdek sizlar bilan Voding Motor aviakassamizda Arzon Aviakassa YouTube kanalida ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Bugun sizlarning e'tiborlaringizga qanday qilib 5900 rubl evaziga 10 kg ruchnoy bilan Vnukovo aeroportdan metro orqali ham ketishim mumkin. Ya'ni juda ham ekonomik variantlarda xarid qilsam bo'ladi degan savollarga javoblarni berib o'tishga harakat qilamiz va albatta videoni oxirigacha ko'rgan va kommentariyaga videoni oxirigacha ko'rdim deb yozib qo'ygan inson uchun обязательно skidkamiz bo'ladi. Uni albatta videoni oxirigacha ko'rsangiz bilib olishingiz mumkin. Hisobdan videomizni davomiyligini ko'p qilmaymiz. Atiga 6 minutli video qilib beramiz, xudo xohlasa. Va undan tashqari sizlarga bugungi kunda bo'layotib turgan eng dolzarb narxlarni bir boshdan chiroyli qilib o'qib berishga harakat qilaman. Siz esa videoni ko'rishdan oldin bitta like обязательно. Shu quyidagi sizlarga taqdim etadigan aviabiletlarimizni xarid qilish uchun bemalol bizga WhatsApp nomerlarimizdan yoki Telegramdan aloqaga chiqsanglar, shu narxlarda biletlarni bemalol skidkalar bilan xarid qilib olishingiz mumkin bo'ladi. Birinchi pastda opsiyada Telegram kanalimiz silkasi bo'ladi. Ya'ni mabodo misol uchun YouTube algoritmiga muvofiq sizga bu video 1 oydan keyin yetib boradigan bo'lsa yoki 5 oydan keyin yoki 1 haftadan keyin narxlari bir-biriga mabodo farq qilmaydigan bo'lsa, shunchaki Telegram kanalidan kirib, aktualni bugungi kundagi narxlarni ko'rib olishingiz mumkin. Har kunlik senani har kun ertalab soat 10 dan kechki payt 6 gacha berib boramiz. Hamda men sizlar vaqtlarni olmasdan bir boshdan biletlarni o'qib berishni boshladim. Hozir aka opa-singillarimiz Pobeda aviakompaniyasidan to'g'ri Rossiya aviakompaniya oddiyroq pitaniyasi yo'q va bagajini razmerlari orqali bemalol 5900 rubldan aprel oyining misol uchun 16 chislo sizga bilet shu video chiqqan bo'lsa, siz hozirgi kunda bizdan aviakassa Voding Motor jamoasidan va ya'ni Alfa Travel jamoasidan bemalol xarid qilsanglar bo'ladi 16 dan toki 25 aprelgacha atiga 5900 rubldan va skidkaga ega bo'lsangiz, bu summa sizga yanada arzonga tushishi mumkin. Shuni hisoblan videoni o'tkazib yuborishni esdan chiqarmaysiz va albatta shu narxda xarid qilish uchun ekranda nomerlar turibdi. Yana bir marta eslatib o'tyapman. +7 968 616 70 73 +7 931 700 00 77 raqamlaringizga telefon qilib bemalol ishlarni bitirib olsanglar bo'ladi. Va undan tashqari reyestrga tushganmisiz, yo'qmisiz va deport va zapretingiz bormi, yo'qmi, xizmatlar kerak bo'lsa +7 996 101 88 88 Kamina kommentariy e'tiborlaringizga chiroyli qilib tekshirib arzon narxlarda 5000 minutda ishlarni bitirib berishga harakat qilamiz. Xo'p, mavzudan chetlashmaymiz. Ikkinchi o'qiydigan narxlarimiz, bagajli variantlarimiz qanaqangi bo'ladi uka deydigan bo'lsangiz, misol uchun hozirgi kunda bagajli variantlarimiz O'zbekiston havo yo'llaridan faqatgina havo yo'llaridan narxlarini o'qib berishga harakat qilaman, chunki Rossiya aviakompaniyaning reysini berib o'tdim. Endi Vnukovo va Buxoro yo'nalishi bo'yicha boshlayman, chunki o'tgan safar Toshkent yo'nalishini o'qigandim. Imkoni boricha sizlarga har kunlik narxlarni, hattoki agarda poyezdga biletlar kerak bo'lsa, poyezdlarning biletlarini narxlarini ham chiqarib berishga harakat qilamiz. Bemalol sizlar olsanglar bo'ladi. Vnukovo va Buxoro yo'nalishi bo'ylab hozirgi kunda bizda bemalol 15 apreldan toki 30 aprelgacha 9000 rubldan boshlab 11000 rublgacha O'zbekiston havo yo'llarining biletlari chiqyapti. Bu albatta 23 kg bagaj 8 kg ruchnoy bilan pitaniya, включен, возврат, обмен bor tarifda. Shuni hisobga olib qo'yasiz va havo yo'llari Vnukovo aeroportidan uchadigan reyslar. Viloyatlarga bilasizlar, Vnukovodan uchyapti hozirgi kunda va Toshkentga Boeing samolyot 32 ga 8 bagaj bilan yana дополнительный bagaj qancha bo'ladi desangiz, e'tibor qiling. 3,5 rublga bemalol bizdan xarid qilsangiz bo'ladi. May oyiga chiqqan narxlarimiz 2-maydan toki 15-maygacha 11000 dan toki 15500 rublgacha xarid qilsanglar bo'ladi. Narxlar ekraningizda turibdi. Bittagina ko'z yugurtirib qo'ysanglar, menimcha sizlar uchun foydasi tegadi degan narxlarimiz albatta Vnukovo Urganch yo'nalishi bo'yicha aprel oyimizdagi 9000 rubldan bemalol 30-aprelgacha, may oyimizdagini esa bemalol 15-maygacha 9000 rubldan 11000 rublgacha xarid qilsanglar bo'ladi. Juda ham zo'r narx. Havo yo'llaridan berilyapti turgan narxlarimiz. Uchish vaqt soatlarimiz 22:20 da uchadi, 23 kg bagaj 8 kg ruchnoy bilan. Ikkinchi yo'nalishimiz Vnukovo Nukus, aka opa-singillarim e'tibor qilasiz. Ikkinchi betda hozir 15-apreldan toki 29-aprelgacha 9000 va 11000 rubl e'tibor qilib qo'yasiz bo'ladi. Narxlarga qarab qo'yasiz. Va 1-maydan 15-maygacha 9000 rubldan standartni olsangiz bo'ladi. 23 kg bagaj 8 kg ruchnoy, uchish vaqtimiz 16:40. Pastatga qaysi pastatga mabodo bizdan bilet olmagan taqdiringizda aytib o'taman. Vnukovo aeroportidagi 51-pastatga registratsiyangiz boshlanadi. Instagramga kirsangiz yoki biz Telegramimizga obuna bo'lsangiz, kunlik aeroportdagi holatlarni ham erinmasdan bir boshdan ko'rsatib boryapman. Ya'ni hujjat sakkolarimiz qanday ketsa bo'ladi yoki eng qiziq holatlar qanday yoki aeroport Vnukovo yoki Domodedovo yoki Zhukovskiy Sheremetyevoga borganingizda o'sha yo'lingizni qanday osongina topsangiz bo'ladi. Taksini qayerga zakaz qilsangiz bo'ladi. Shu kabi savollarga bemalol Instagramimizga ham obuna bo'lib qo'ysangiz, menimcha foydasi tegadi degan umiddaman. Xo'p, Namanganga keladigan bo'lsak, faqat Moskvadan emas, albatta siz misol uchun o'rmonda ishlaydigan bo'lishingiz mumkin. Saxalin yoki Yakutsk shu kabi juda ham bilasiz, Rossiyaning shahri juda ham katta, juda ham territoriyasi katta. Bemalol любой joydan olsangiz bo'ladi. Misol uchun Sochidagi narxlarimizga e'tibor qaratasiz. Sochi Namangan aprel oyimizdagi 8800 toki 29-maygacha 8800 dan bemalol xarid qilishingiz mumkin. Novosibir Farg'onaga keladigan bo'lsak, 9200 dan 27-aprelgacha 16:20 da uchadigan reyslarimiz O'zbekiston havo yo'llariga 23 kg bagaj 8 kg ruchnoy bilan mavjud. Va sizlarga Toshkentning narxlariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, albatta 32 kg bagaj 8 kg ruchnoy bilan bugungi kundagi narxlar qanaqa uka deydigan bo'lsangiz, hozirgi kunda bemalol 10900 rubldan xarid qilish imkoniyati mavjud. Qiziq akkalar
biletlarimiz bemalol aloqaga chiqib qo'ysangiz bo'ladi. Ana endi videoni oxirigacha ko'rgan insonlar uchun skidkamizni aytib o'tamiz. Albatta videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz va kommentariyaga videoni oxirigacha ko'rdim deb yozgan bo'lsangiz, bemalol Telegramga o'tib Alfa Travel va Aviakassa Vodiy 24 promokod bor degan so'zni ishlatadigan bo'lsangiz, har bitta shu misol uchun bilet narxi 5900 rubl bo'lsa, biz sizga 5700 rublga qilib berishga harakat qilamiz maksimalni. Albatta bunaqasi juda ham kam holat. Albatta ma'qul kelgan bo'lsa bitta like va bizdan uzoqlashmasdan shu narxdagi biletlarni xarid qilish uchun kommentariyaga albatta yozib qo'yishdi va aloqaga chiqib qo'yishni esdan chiqarmaysizlar. Ekranlardagi nomerlarga